C# haqidagi darsimizni davomlashtiryapmiz. Navbatda so'zlamoqchi bo'lgan darsimiz C#da ko'p ishlatiladigan kontrollar. Odatda programma tuzish kod yozishni ko'rsatadi. Ya'ni biz burun o'rganib o'tgan C#ning grammatikasidan foydalanib, ma'lum miqdorni amalga oshirishni ko'rsatadi. Endi bu kontrol ishlatish programmaninki ko'rinma yuzini loyilashga, yana bu loyilash ilmiga munosabatlik, ya'ni loyilash texnikasiga munosabatlik mazmunlar. Endi biz programma tuzish jarayonida cho'qim ishlatuvchilarga qulaylik bir aloqalash ig'izi ta'minlashimiz kerak. Shuning uchun biz UI'ni ishlatishga, ya'ni ko'rinma yuz loyilashga majbur bo'lamiz. Shunga bundan keyingi bir qancha darsimizda C# ko'p ishlatiladigan kontrollar bilan tunishib o'tamiz. Bugun tunishmoqchi bo'lgan kontrolimiz knopka, taqdirlash va ko'p tanlash kontrollari. Knopka programmada bo'libmi mouse ishlatadigan programmalarda eng ko'p qo'llanadigan bir kontrol. Ya'ni bizning ko'pincha buyruqlarimiz knopka orqali amalga oshadi. Ya'ni mousening istilkasi bilan knopkani bosamiz. Undan boshqa hozir yangi taraqqiy qilayotgan sezma ekran mashg'ulotidami knopka asosli buyruq berish kontroli bo'lib hisoblanadi. Knopka ko'rayotganimizdek nihoyat oddiy bir kontrol. Buningki ma'lum shakli bor, ko'pincha TikTok bo'lgan shaklda uningki ismi bor, ya'ni title yoki text deymiz. Undan keyin ba'zi knopkalarga icon, ya'ni rasm ishlatiladi. Ondan bu knopkaninki nurg'un hodislari bor. Bunun içinde en ko'p ishlatiladigan hodisi kilik, ya'ni besilish hodisi. Biz bu knopka bilan Visual Studio'ning muhit ichida tunishib o'taylik. Visual Studio'ni qo'zg'ataylik. Yangi project quraylik. Projectning ismi Common Controllers bir bo'lsin. Odat biz knopka ishlatmoqchi bo'lsak, qural sanduqidan so'rab ekiplam ishlatsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, qural sanduqidagi bu knopkaninki belgisini qo'shsak, ekranga bir knopka paydo bo'ldi. Endi biz knopkaninki o'rnini ko'znakning ichida xohlagancha yo'tkab tangshiy olamiz. Xohlagan o'ringa qo'ya olamiz. Uningdan boshqa buningki cho'ng kichikligini tangshiy olamiz. Ya'ni xohlagan cho'nglikda. Ondan bu knopkaninki nurg'un xosliklarni biz bu xoslik ko'znikidan tangsak bo'ldi. Eng diqqat qilganimiz biz programma kodining ichida eziqmay joyda ishlatishimiz uchun knopkaga cho'qim tushungil bo'lgan ism qo'yishimiz kerak. Biz buningki beshidagi BTN degan nomdan buningki bir baton, ya'ni knopka ekanligini xohlaymiz. Keyinga mush knopka nima ish qilmoqchi bo'lsa, shuni tushungil bo'g'dak holatda yozsak bo'ldi. Masalan, ism ko'rsatish deganga o'xshash. Endi biz ko'znaki xohlagan sondagi kontrolni o'qiy olamiz. Buni tizib ratlik qilib ishlatsak bo'ldi. Visual Studio kontrollarni ratlik tizish, joylashtirish uchun ba'zi qulayliklarni ta'minlagan. Masalan, o'tgan vaqtimizda siziq paydo bo'ldi. Buningki sol girviki bir tuz siziq keldi. Yoki o'ng girviki. Yoki uni ma'lum bir tuz siziqning ustiga qo'yish yoki to'g'irlash deganga o'xshash mashg'ulotlarni yo'tkablam qila olamiz. Bu xosliklarning ichidan
ismdan boshqa buningki teksti, yana knopkaning ustida ko'rinadigan xatni cho'qim yozishimiz kerak. Bularni uyg'urcha yozsaqmi bo'ldi? Uyg'urcha yozgan vaqtida cho'qim buningki xat nusxasini tanishab uyg'urcha ko'rsatishimiz kerak. Bo'lmasa inglizcha xat nusxasida chiroyli ko'rinmaydi. Knopkaningki boshqa xosliqlarini o'sha yerdan ko'rib olsak bo'ldi. Buningki ba'zi xosliqlari biz buni o'rnini yetkigan yoki buning cho'ng kichikligini tanishgan vaqtimizda buning o'rni o'zgaradi. Masalan, o'rni 12 da 12 yetkidik o'zgardi. Buningki size degan xosliqmi shunda. Undan boshqa buningki rangi, buningki taglik ishadigan rasm degandek narsalarni o'sha yerdan belgilab qo'ygan. Ondan biz buningki hodisalarni ko'rib baksak, buning eng ko'p ishlanadigan hodisa kilik. Biz buni burungi darslarimizda so'zlab o'tgan. Boshqa kerakli bo'lgan xosliqlarni o'sha yerdan tanlab o'zimiz ishlatsak bo'ldi. Uning hodisa ishlatishga munosabatli mazmunlarni maxsus hodisa to'g'risida so'zlagan darsimizdan ko'rib olsangiz bo'ldi. Endi yana bir kontrol taqtanlash kontroli. Buni inglizchada radio button degan. Bu faqat bir tanlash app'lashga bo'ladigan kontrol. Buni ishlatganda cho'qim bir qanchani birga ishlatamiz ko'pincha ahvolda. Buning amaliy misolini ko'raylik. Buni taqtanlashni qo'shgan vaqtimi, ya'ni buni so'rab yoki qo'sh chekib qo'shsak bo'ldi. Buninki name xosliqi va tekst xosliqini cho'qim o'zgartimiz. Ondan buningki tanlanmaganligini bildigan xosliqi check it degan xosliq bo'ldi. Masalan, check it hozir follows hech qaysi tanlanmadi degan gap. Biz buni ijro qilib ko'raylik. Yani bu üç knopka ko'rindi, taqtanlash knopkasi. Buni chekib mashg'ulot qilsak, faqat buning ichidan bir silam tanlandi. Biz programmada shunday ehtiyojga yo'liqqan vaqtda shu kontrolni ishlatsak bo'ldi. Navanda buning ichidan xohlagan birini tanlab qo'ymoqchi bo'lsak, biz buningki check it xosligini cho'qib qo'ysak, buni tanlangan holatda ko'rsatamiz. Hamda biz bu kontrolninki tanlangan yoki tanlanmaganligini programmaning ichida turib bilmoqchi bo'lsak, buning yana check it xosligini ishlatsak bo'ldi. Buningki biz ism qo'yib olaylik, radio button. Şu xohlagan bir ismni qo'yib qo'ydim. Hamda biz bu knopkani bosgan vaqtida uningki tanlanmaganligini bilmoqchi bo'lsak, ismi bilan radio button şu buningki check it xosliqi. Yani tanlanganmi degan xosliqni elish orqali biz buningki tanlangan yoki tanlanmaganligini bilalaymiz.
pull is check it down. Bu xil şekilde biz bu taxtalashninki qiymatini ala alaymiz. Bunun qiymatini o'zgartmoqchi bo'lsak, yana o'xshash check it down false. Yana tanlanmagan holatga kelmoqchi bo'lsak, qiymatni mushundoq bersak bo'ldi. Endi bizningki tunishmoqchi bo'lgan 3-chi kontrolimiz ko'p tanlash kontroli. Bu ko'p tanlash kontroli taxtalashninki aksi, buning ishlatilishimi shuningki bilan o'xshash. Ko'p tanlash checkbox buningki ism xoslig'i va tekst xoslig'ini o'zgartamiz. Undan buni ijro qilib ko'rsak, buning uchun biz birla vaqtda bir qanchisini tanlay olamiz. Xohlagancha. Taxtalashda faqat birini tanlag'ili bo'ldi. Ko'p tanlashda xohlagancha tanlay olamiz. Endi buningki qiymatini elish shaklimi radio butoniga o'xshash. Buningki chekit xoslig'ini qiymatini olsak bo'ldi. O'zgartmoqchi bo'lsak, yana chekit xoslig'iga true yoki false qiymatni bersak, bu tanlandi yoki tanlanmaydi. Bu soatlik darsimiz knopka, taxtalash va ko'p tanlash mana shundan tugadi.